Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi elektrik kotelimizni muammosini kuzatishga keldik. Xullas bu yerda shunday muammo bo'lib turibdi. Kotel 80 gradusga qo'yilgan. Oxirgi значение nima uchun desa, oxirgi 4-5 batareyalar qizmay turibdi. Sistemada sirkulyatsiya yo'q. Geldik, kotelning holati yaxshi. Yaqinda profilaktika qilib, kotelni полностью chistga qilingan, teplobmenniklari yuvilgan, radiator, отопление sistemalari ham yuvilgan. Xullas bu kotelda ashar bo'yicha muammo yo'q. Keyin biz ishlatdik. Birinchi очередьda sirkulyatsiya nasosindagi kondensatorni tekshirishga qaror qildik va hozir kondensatorni tekshirdik. Nechta значение berib turganini ko'rsataman. Bir ham sirkulyatsiyaning narusheniyasini shu sabab bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Emanda 2,5 mikrofarad, 2500 mikrofarad ko'rsatishi kerak. Ba'zi kotelning o'zida turgan родной kondensatori. Tak. Ashuni pasa bosdim. Görüşleriniz mümkün. Birov 109 ko'rsatib turibdi. Xullas bu kondensatorimiz ishdan chiqqan. Endi bu yerda vitech koteldan chiqqan shu 2,5 mikrofarad kondensatorimiz bor. Buni значение hozir ko'rsataman sizga. Görüşleriniz mümkün. 2,3 2341. Bu normal ishlab turgan kondensator. Shunday bo'lishi kerak. Hozir shuni qo'yib beramiz. Xudo xolasa sirkulyatsiya normallashib ketadi. Xullas yana yurtdoshlar trexxodovoy bu yerda ishlamay turgan ekan. Kondensatordanmi deb o'yladik. Kondensator haqiqatdan almashtiradi degan ekan. Kondensatorni almashtirgan bilan muammo hal bo'lmadi. Sirkulyatsiya bo'lmay turadi kotel. Shuning uchun servopриводni olib tekshirsam, servopривод ishlamay turibdi. Shuning uchun bu yerdan chantirib tashlashgandan qo'porib qo'ygan ekanlar buni. Servopривод durgan holatida buni ichidan shtok chiqsa, отоплениеga qo'shadi. Eğer buni shtoki chiqmasa, issiq suv малый kontura o'tib qoladi. Shuni e'tibor qilinglar ustalar. Buni tendagi shtokni bosib qo'ysa, постоянный отопление ishlab turadi. Bu yerda issiq suvdan foydalanmayotganlar. Shuning uchun buni trexxodovoyni shtokini olib tashladik. Görüşleriniz mümkün. Yine tegi taraf. Trexxodovoy ishlamay qolsa, kotel qaynab ketishi ehtimoli bor. Kerakli gradus chiqadidan, lekin batareyalar qizmaydi. Shundaysa ikkinchi konturdan aylanib qoladi, maliy konturdan. Shu narsani pastdan olib tashlashsa, xudo xolasa отопление ishlaydi to'liq. Lekin issiq suv ishlamaydi. Shuni ochib, shuni olib tashlaysiz. Trexxodovoyni trexxodovoy shart emas, hozir ishlab turibdi. Klemmadan ajratib qo'yibmiz. Bunda klemma kerakmaydi, duraveradi. Faqat отопление ishlayveradi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, описаниеda telefon nomerini qoldiraman.